jigar judayam bir noyob bir organlardan. Hozirgi kunda 21-asr jigarni ishlash faoliyatini o'rganib chiqqanda 500 xil deymiz biz. Undan ham ko'pi bor. Boshqa hamma ichki a'zolar o'zini ish faoliyatini nazorat qilib, u boshqa ichki a'zolar o'zini ishlaganini holatiga ham javob beradi. Bitta jigarni ichida nerv tomirlar yo'q. Nerv retseptorlar yo'q jigar hujayralarining ichida. O'shaning uchun bizda jigar o'zi og'rishni sezmaydi. Og'rish mumkin. Jigardan og'ir holat kasalligiga uchraganda, kasallik o'tib ketib qolgan holatda, bu jigar sirrozlaridan yoki jigar gepatosellyular karsinomi, jigar raki deymiz, shunaqa holatlarda jigar o'zida og'riq bo'lishi mumkin, sezish mumkin. Lekin o'tkir gepatitlarda ham sezish mumkin. Jigar birinchi marta jigar kasallik bo'lganda jigar shishib ketadi. Og'ir holatga tushganda og'riq holat o'ng tarafda seziladi. Chunki ustidagi pardasida nerv tomirlar bor, jigar shishadi. O'sha paytda ham bo'lishi mumkin. Lekin oddiy surunkali gepatitlar deymiz, simptomsiz o'tadi. Shikoyat bo'lmaydi. Bitta holat bo'lishi mumkin. Tez charchash, holsizlanish, uyquchanlik, ishtaha pasayish holatlar bo'lishi mumkin. Endi ko'p bemorlar u narsaga yaxshi ahamiyat bermaydi, yuraveradi. Faqat jigarni tekshirgandagina jigarni kamchiligi bo'layotganligini aniqlash mumkin. O'shaning uchun maslahat berardimki, hammada oddiy sog'lik holatdan o'zgarish bo'lganda, charchash, holsizlanish, bosh og'ruvlar yoki ishtaha pasayish yoki ayrim ovqatlarni yaxshi hazm qila olmaydigan holatlarda bo'lganda jigarni yaxshilab bir tekshirib qo'yish kerak. Tekshirish deganda hozir bizda modniy termin bor, check up deydi-yu, check up tekshiruvlari. Check up jigar uchun bu umumiy qon tahlillari, biokimiya tahlillari, ultratovush orqali UZI tekshiruvlarini qilish kerak, viruslarga tekshirib qo'yish kerak.